Hop, aka, mashinangizni ko'rdim. Nech pulga sotmoqchisiz buni? Hozir mashina purishlar $8000 qilishdi. Zo'r pul qilishdi. Ne sotmadingiz? Mashina adamlarning nomlarida. Adamlar hozir Anisadalar. Hamma mashina purishlar pulini notariusda sanaymiz deyapti. Lekin hozir adamlar notariusga boradi. Sharoitda emaslar. Mashinani sotishimning sababi adamlarning operatsiyalariga pul kerak. Nech pul kerak? Doktorlar operatsiyaga 5000 ketadi deyishyapti. Ha, operatsiyaga pul zarildi. Mayli, agar $5000 ga bersangiz, naqd pulingizni olib qolaman. Ana u yog'iga adezda banisidan chiqqularcha notariusiga sabr qilib turaman. Ozgina insof bilan olib qoling. To'g'ri kelsa shu. Mashinani o'zi nech pulga sotding o'g'lim? $5000 ga sotdim-da. Bolam, o'ylab gapiryapsanmi? Men zaril bo'lganda ham 8 minglik mashinani 5 mingga sotadimi? Tanish arendatorga sotdim. Qani tur o'rningdan. Yur. Mana olib borib o'sha arendator oldiga. Ada, Mashinani hozir avtomobil qilib oladi. Lekin mani unga yetadigan ikki oz gapim bor. Tur oldinga tush. Mana ko'rdingmi? Birovlarning musibatdan foydalanib, mashinalarni teng yarim narxiga sotib olib, shuncha mashinalarni eshigini tagiga terib qo'yibdi. Bu noinsof arendator. Bor chaqirdim-mi? ada, Senga chaqirdim-mi? Men u bilan gaplashayotganimda, sen aralashmay tur. Mana unda ikki oz gapim bor. assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchasiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim, mashina senga sotganmidi? Ha, o'g'lingizga kelib vaziyatlarni tushuntirganlariga naqd pulni berib, olib qo'yganman. Hozir afum qilib olasan mashinani. Tushunmadim anaqa.